hörmətlik Şərqi Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərqi Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qısqan qarşı alınız. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Təcavüzçü Xitay Şərqi Türkistanda özünün ənənəvi sənətini canlandırıb, xalqımızda milli tuyğular və qədir-qimmatlarını dəbsəndə qılıb yo'qotmoqda. Təcavüzçü Xitayning İqtisod gündəlik gazetini öz ichiga olgan bir qancha xabar torlari 22 fevral kuni atalmış Şinjanning Kucha shahrining Kona shahar rayonida xalq va sayohatchilarning ko'z oldida baldumboqchilab o'yin qo'ygan san'atchilarni o'z ichiga olgan xalqning paraddan o'tish va boshqa turli faoliyatlarni tashkillaganligini xabar qilgan. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi doktor Mamtumin Ali apandi 23 fevral kuni xalqaro jamoatga Xitoyning abdi beshirisini maqsadini echib tashlab mundaq dedi. Buningdimi oshkor va buningdimi rayimsiz vaqt bo'lmas. 2026 yili 22 fevral kuni Ramazon mezgilida Xitoyning mustamlikchi davlat taratqullari Kuchardagi Uyg'urlarning paraddan o'tish va tashviqotlar bilan yangi yil chaqanliq tabriklash faoliyatlariga majburlanganligini ko'rsatdi. Shuning bilan bir vaqtda Uyg'urlarning Ramazon tutishi, Ramazon o'tkazishi cheklanmoqda. Ramazon tutish jinoyat deb bekitildi. Namoz o'qish, duo qilish cheklandi. Masjidlar taqaldi yoki vayron qilindi. Islomiy faoliyatlar tahdid deb bekitildi. Bu tasodifiylik emas, balki qasddan planlangan kultur yo'qotishdir. At yilini tabriklashga majburlanib, Ramazon faoliyatlari bilan shug'ullanish cheklandi. Bundan berilgan signal nihoyatda aniq. Uyg'ur kimligi yo'qotilmoqda, e'tiqod bostirilmoqda va bo'libmi Uyg'urlarning eng muqaddas kunlarida yot bayramlar majburiy tengilmoqda. Beyjingning bu ittifoqlik paradlari jimjitlik ichida davomlashayotgan ost xarakterli, oldin planlanib hisoblangan bir qirg'inchilikni yo'shirmoqda dedi. Ramazon iroda isyoni va hurlik safari. Qulluqdan hurlikka otlanish insonlik javhirining tipik belgilaridan biri. Afsuski, bu javharni tunumay yashayotganlarning soni tunib yashayotganlarning sonidan xeyli ko'p bo'lib keldi. Nafs xohishini tizginga ilishga mukallaf insondan nafs xohishlarining asiriga aylanishini chiqish yo'li qilib ketayotgan bir duva odamsizlarga aylanib ketish xavfi xelidan beri ishkimizni qilib kelyapti. Ruhiyat chanqoq, zihniyat qurg'oq, ma'naviyat qaqshal, go'yo mexanikalashgan ma'rifatning kishanlariga bog'lanib, nafsimizning zulmatxonasiga qamalib o'tayotgandek, ichki qulluqdan bo'shanishni tashqi qulluqning shafoatidan kutayotgandek, hayhat. Muborak Ramazon oyi yetib keldi. Darvaqa bu oy hurlikni xato yo'ldan izlayotgan ichki qulluqni sag'itish oyidir. Bu oy ana shu ichki qulluqqa qarshi ko'tarilgan isyonning insonni Rabboniy hidoyat nuri orqali mexanikligidan nuroniy hurlikka elib chiqadigan muqaddas bir safarning oyidir. Bu oy haqiqiy nusratning yaralmish olamning moddiy to'qliqiga teginishdan emas, balki yaratquchi Tangri bilan bo'lgan ma'naviy bog'ni changitishdan manbalanganligini eslatguchi oydir. Jihodning tunji o'tkili bo'lgan nafsni tarbiyalash oyidir. Bu oy qandaqdir ochliq mavsumi emas, balki yoshirinib yotgan eng cho'ng yovg'a, ya'ni nafsga qarshi elib berilgan qarshilik harakatini boshlash, jang e'lon qilish oyidir. Tashqi dushman ustidan g'alaba qilish uchun oldi bilan ichki dunyodagi botil san'atni gumron qilishning ruh qo'shinlarini taqvodorlik bilan mashqlantirishning fursatidir. Bu oy irodani po'latdek tovlaydigan, aqlni ilohiy mezon bilan sozlaydigan va iymonni sadoqat bilan poklaydigan favqulodda mavsumdir. Ramazon mana bularni idrok qilish uchun qurilgan, jumladan dunyodagi har qanday zulm va zolim oldida qaddini tik tuta oladigan ruhni barpo qilish uchun selingan ba'ayni tarbiya maktabi. Rabbani xoniqadir. Bu oy mahrumlikdan g'albiga, tushkunlikdan umidvorlikqa o'tishning, sabr-toqat o'chqida kuch-quvvat ishlab chiqarishning, itoat taslimiyatidan sadoqat hosil qilishning va ruhiyat g'azinasini ma'naviyat mulki bilan to'ldirishning oyidir. Bu oy Qur'on bilan izzatlangan, mag'firat va nijotlik bilan bishoratlangan, barakat va rahmat bilan sharaflangan oydir. Biz mana bu oyning sharifiga binoan Janobi Allohdan bu oyning barcha xislatlaridan hammamizni nasihalantirishini, tang bahramon qilishini, bizni tarbiyalashini, saqaytishini, yengilishini so'raymiz. Shuning bilan bir vaqtda ona vatan judoligi bilan sinayotgan bizlarni isloh qilishni, jumladan bu oyning barcha xayrliklaridan, jimiy fazilatlaridan mahrum qolgan, bu oyda emas, yilning 365 kunining har daqiqasida e'tiqodi va hurlik uchun badal to'layotgan xalqimizni o'zining muhofazatida qilishini, bu mahrumlikni, bu xo'rlikni, bu zulmni ko'tarib o'tishini Janobi Allohdan tilaymiz.
Analardan hör tug'ilgan vatan avlodlarini qul qilib kelayotgan, vatanimizni mustamlikasi ostiga elib olib, azonimizni, bayrog'imizni, tilimiz va dinimizni bizdan tortib olgan, bizni biz bo'lishimizga yo'l qo'ymayotgan tag'ut ishg'olchilarga, insonlik qadr-qimmatiga jang ochgan, Alloh va Rasulining abadiy dushmani bo'lgan mustamlikchi qonxo'rlarga o'z la'natini va g'azabini patroq yog'dirishini tilaymiz. Allah'ның nusrati qachon degan peyğamberlik nidalarini hal tili bilan falakka yangrtayotgan ahu faryadlarning patroq javobga erishishini, qorong'u zindonlardagi mazlum qalblarning cho'nqur qetida saqlanib yotgan va arshalarni larziga solg'udek dardga to'lgan unsiz sadolarining tezroq ijobat bo'lishini, bu faryod piyg'onlarning mustamlikchi zolim va ularning gumashdilariga alokat va la'nat o'qi bo'lib tezroq qaytishini tilaymiz. Şunun bilan bir vaqtda ilahiy nusratga arziydigan bir to'pning bu millat ichidan patroq shakllanib chiqishiga muyassar qilishni, istiqlol va istiqbol quyoshini Sharq Turkistonimiz ustida tezroq tajalli qildirishni hammaga qodir, hikmatlik va hamisha g'olib Parvardigorimizdan so'raymiz. Alloh bizni ma'naviy g'alaba orqali moddiy nusratga erishuvchilardan qilib bersin. Bizni haqqoniy davosida rostchilardan bo'lishga, haqning rizosini ko'zlaguchilardan, haq yo'lining yo'lovchilaridan va haqqoniyat yo'lining navkarlaridan bo'lishga muvaffaq qilsin. Barcha Sharq Turkistonliklarning muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Burhan Muhammad 2026-yili 2-oyning 19-kuni. Bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.